28 million bir 10 tadan oshiq mashinani zararini qoplamasa kerak. Yaqinda 10-15 ta mashinani ishtirokida avariya bo'ldi. Shuncha mashinaga jiddiy zarar yetdi. Bularni endi kim qoplab beradi? Bu yo'l transport hodisasini men videolarda ko'rdim. Bu holatda 10 tadan oshiq mashina jabr ko'rgan. Meni fikrimcha Equinox mashinasi aybdor. Endi baribir aybdor deganim bilan bu narsani sud hal qiladi. Suddan oldin GAIning xulosasi, baholash dalolatnomalari tuziladi va oxirida sud qaror chiqaradi. Majburiy sug'urta turi bor. Xalqida ASAGI deyiladi. Transport vositalarini egalarining fuqarolik javobgarligi. Mazkur sug'urta asosida ajratiladigan 28 million so'm pul 10 tadan oshiq mashinaning zararini qoplamasa kerak. Osonroq, tezroq hal qiladigan yo'li ham bormi? Albatta, bu ancha yildan beri praktikada ishlatib kelayotgan turi bor. Jabrlanuvchilarning kasko sug'urtasi bo'lsa, ya'ni avtotransport vositalarining ixtiyoriy sug'urtasi bo'lsa, aybdor odamni to'lab berishini kutib o'tirmasdan sud qarorini olib, tegishli sug'urta kompaniyalariga borib, zararni undirib olishligi mumkin. Shu kasko haqida batafsil ma'lumotni qayerdan bilib olsak bo'ladi? Kasko haqida Impex Insurance sayti orqali batafsil ma'lumot olsanglar bo'ladi.